Zuhrona, yaxshimisiz? Yechmanda sizni bezovta qildik. Ming bor uzr so'raymiz. Bugun sizni tabriklash uchun kelganmiz. Sizni xursand qilish uchun, surpriz qilish uchun kelgan. O'zi kimning nomidan kelganimizni bildingiz? To'g'rimi? Kimning nomidan keldi? Qizlarim. Farzandlaringiz albatta barcha farzandlaringizning nomidan alohida tashkilotchi, sizni dim yaxshi ko'ruvchi. Yaningizda bo'lmasam, masofalar uzoq bo'lsam, siz bilan qalban birga inson Intizor akamning nomidan tabriklash uchun kelganman. Izorimdan Inobat akalarimizning nomidan va yaningizda qizingiz Iqbol akaning nomidan tabriklab qolaman. Har kuningiz shunday bayramlari boy bo'lsin deymiz. Intizor akam aytdi, "Men ukam va o'zi bir o'g'il, bizani eng ishongan tog'imiz bo'ladi bu inson. Kamatonunda shunga ishonamiz." Ya'ni Anvarbek akaning nomidan tabriklab qo'y. Alohida shu insonning nomidan tabriklab qo'ydilar. Va opamni bir gelini bor. Opam uni gelindan qabul qilmagan, qizdan qabul qilganlar. Alohida gelinimiz Rozaxonning nomidan tabriklab qo'yasan. Yaxshi kunlari bilan dedilar. Va gelinlaringiz alohida Fozilbek akaning nomidan va izlarimdan Nodirbek akamizning nomidan tabriklab qo'yamiz bugungi bayramingiz bilan. Shu o'rinda onajon, vaqtlaringiz alohida Jasmina xonning nomidan, izlarimdan Muhammad Rizo ukalarimizning nomidan va Davronbeklarning nomidan tabriklaymiz. Va bugun shu xonadonning eng kenjasi, toza tug'ildi, 5 to'ylari beradigan o'shidan shu ko'zingiz aydinlab qolamiz. Alohida Olinaxonning singlimizni nomidan tabriklaymiz. Shu Olinaxon katta qiz bo'lsin, o'qimishli ziyoli qiz bo'lsin, ota-onasini bagatib bergan bo'lsin deymiz. Endi Intizor akam telefon etdilar menga. Yaqinda 2-3 kun oldin telefon etdilar Hamdambek 2-oktyabr kuni bizning oilamizning farishtasi, bizani dunyoga keltirgan 3 farzandni, ya'ni bir o'g'il, 3 qizim, 4 farzandni dunyoga keltirib, oq yuvib, oq tarab, hech kimdan kam qilmay katta qilgan insonni tug'ilgan kunlari. Biza tabriklayapmiz. Biza xursand qilyapmiz. Nima uchun deganda, biz uchun opam bor narsasini berishga tayyor bo'lgan inson. Butun umrlarini mehnatga berdilar. O'zlarini mehrini berdilar, o'zlarining tarbiyasini berib bizdan katta qildilar. Biza katta rahmat aytamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, hech qachon kasal bo'lmasinlar. Har doim bizlar sog', omon, quvonchlilarni ko'rib o'rsinlar. Sizni bugungi bayram bilan tabrikladilar. Yana bir narsa aytdilar Hamdambek. Balkim biza yaxshilik qilib, opamizning yosh vaqtimizda ko'p opa qilganmizda, boshlarni artganmizda yaxshilik qilib, ming bor uzr so'raymiz dedilar. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz opamizning oldida. Bizani boshimizdagi tojimiz, orqamizdagi tog'imiz dedilar. Hech qachon